Samarqand. Bu azim shahar nafaqat me'morchilik, balki ilm va tafakkur bilan ham bunyod etilgan. Bu muborak zaminda Imom Buxoriy, Imom Dorimiy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi buyuklar qo'nim topgan. Ular qatorida aql va e'tiqodni uyg'unlashtirgan, hidoyat imomi nomi bilan ulug'langan yana bir ism zikr etiladi. Imom Moturidiy. Bugun Imom Moturidiy ziyoratgohi va u yerda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishamiz. Samarqandning qadimiy bag'rida joylashgan Chokardiza qabristoni. İlk o'rta asrlarda mazkur qabriston o'rnida harbiy istehkom bo'lgan. Shundan kelib chiqib, Chokardiza nomi jangchilar qal'asi ma'nosini anglatadi. Manbalarga ko'ra, qabriston o'rnida Imom Samosiy ismli olimning bog'i bo'lgan. U zot vafot etganlaridan so'ng vasiyatlariga ko'ra mazkur bog'ning eng baland nuqtasiga dafn etilganlar. Keyinchalik boshqa mashhur olimlar ham u zotning qabrlari atrofiga dafn etila boshlaganlar. Umumiy maydoni 20 gektardan oshiqni tashkil qilgan qabristonning katta qismi Sovetlar hukmronligi davrida vayron etilgan. 1947-yildan boshlab aholiga uy-joy qurish uchun bo'lib berilgan. Hozirda qabristonning umumiy maydoni 4 gektardan oshiqni tashkil etadi. Chokardizada faqatgina ilm ahllariga ma'lum bo'lgan ajoyib bir sir bor. Bu yerda shunday bir joy mavjudki, unga faqat bir ism sohiblarigina dafn etilganlar. Turbatul Muhammadin, ya'ni Muhammadlar dafngohi nomli ushbu joyga 400 dan ortiq faqat Muhammad ismli olimlar dafn etilganlar. Ularning har biri o'z sohasida asar yozgan, fatvo berish darajasidagi olimlar bo'lishgan. Asl ismi Muhammad bo'lgan Imom Moturidiy hazratlari ham aynan shu joyga dafn etilganlar. 2000-yilda Imom Moturidiy tavalludining 1130 yilligini nishonlash doirasida Alloma qabri ustiga maqbara bunyod etildi. 2025-yilda esa prezidentimizning Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori bilan Imom Moturidiy merosini o'rganishga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjuman tashkil etildi. Shuningdek, qarorda Abu Mansur Moturidiy majmuasini ta'mirlash va obodonlashtirish vazifasi ham qo'yildi. Shu asosda endi bu muborak maskanda nafaqat Imom Moturidiy ziyoratgohi, qolaversa Imom Moturidiy muzeyi va ko'rkam bir masjid bunyod etiladigan bo'ldi. Hozirda qurilish ishlari jadal suratlar bilan davom etmoqda. Bugun olim va avliyolar mangu qo'nim topgan muborak makonlar zohirda ko'ringanidek sukut saqlagan qabrlar yoki qabr toshlardangina iborat emas. Ziyorat qilganingizda butun qalbingiz bilan quloq tutsangiz, ularning mau'iza va ibrat so'zlayotganini eshitasiz. Go'yo men umrimni ilm o'rganish va o'rgatishga, xalq orasida yaxshilikni yoyishga sarf etdim. Insonlarni hidoyatga boshlovchi asarlar bitdim. Shu sababli Xoliq huzurida ham, xalq nazdida ham sharaf topdim. Endi sen ularni o'rgan. Ilmiy merosimni qayta jonlantirib, xalq orasida ularni targ'ib qil degan nasihatni eshitasiz. Agar Samarqandga yo'lingiz tushsa, bu yerga nafaqat ziyorat uchun, balki tariximiz naqadar buyuk, ajdodlarimiz naqadar ulug' fazilatlar sohiblari bo'lganini his qilish uchun ham keling. Ishonamizki, bugungi lavhamizdan keyin qiladigan ziyoratingiz har doimgisidan ham o'zgacha bo'ladi.